Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz. Biz aka-ukalarimiz ish chiqaryapmiz. Videomizga like bosib, kanalga yangilar podpiska qilib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Biz Podmoskvadan Domodedovo rayonidan Vukisvel skladidan sizlarga ish chiqaryapmiz. Podmoskva patenti bilan ishga qabul qiladi va bu yerga qancha odam kerak, akalarimiz ob'yemga qanchadan qanchagacha ishlayapti. Video davomida kuzatib boringizlar, 10-15 minut vaqtlaringizni ayamasdan. Ish izlab yurgan akalarimiz oldi qish kelyapti, ichkaridan ish kerak degan akalarimiz bo'lsa, bizni shu videomiz orqali oxirigacha ko'rib, tushunib, ustovalarni o'rganib ishga kelishlaringizni men sizlarga tavsiya etib qolaman. Bu yerda turgan Ilhom akamizdan hozir savol-javob qilib, ishlayotgan akalarimiz qanchadan qanchagacha uyiga pul taylayapti, qanchadan qanchagacha pul ishlayapti bir kunda ko'rsatib boramiz. Bu yerda aka-ukalarimiz birinchi chizloda ishga chiqqan inson oyning 25 dan 30 gacha bo'lgan paytda oyligini oladi, keyin har 15 kunda oyligini olib ketaveradi. Bu yerda 15 kunlik oylik zadishkasi 10-15 kun 25 dan 30 gacha bo'ladi. Aka-ukalarimiz ishga kelmoqchilar bo'lsalaringiz, men yana tushuntirib aytib o'tib Общежит bor bu yerda. Общежитga 9000 rubl oyliklaringizdan ushlab boradi. Uydan kelayotganlarga sizlar kelsalaringiz Общежитga joylaydi, keyin 10-15 kun ish ko'rsatganlaringizdan keyin sizlarga patentga avans beradi, bemalol ish kelib ishlab, dokumentlaringizni to'g'rilab ishlashlaringizni tavsiya etib qolaman. Bunda men hozir Ilhom akamdan so'rayman, Общежит platni, registratsiya platni, Abit besplatni, Abit beradi firma hisobidan. Unda sizlarga yana boricha birga o'zlari tushuntirib ko'rsatib boradi va videoni kuzatishda davom etingizlar. Ilhom aka, yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Mana keldik yetib aka. Yaxshi bo'lyaptimi ishlar? Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Keng topib qo'yaman. O'zim balandroqqa men ayrim topib qo'yaman. Qancha odam kerak bo'lyapti aka? Hozir 3 ta sklad bor. Shundan bitta skladimizga 10 ta odam kerak. Bu yoqqa 5 ta, nargisiga 5 ta. Общий 20 ta odam kerak. Общий 20 ta odam kerak, ha? Shu uslovalar haqida yana o'zingiz bir tushuntirib, piklar qanchadan bo'layapti aytib o'tsangiz. Bitta skladimiz bor, ishi juda ham yengil yerda. Shtuchni tovar teriladi. U yerga har bir shtugiga 3 rubldan pul to'lanadi. Shtugiga. Yana bir skladimiz bor, 4 rubl 50 kopeykadan pul to'lanadi. Bu yerda o'zi korobka soniga hisoblanadi, shtukka emas. Yana bitta skladimiz bor, u yerda 4 rubl yo'q, u yerda 5 rubl unisi. Unisi 5 rubl. U yerda ham gabarit kattaroq tovarlarni, shuni hisobiga 5 rubldan. Bir kunda bitta odam 2000 ta pik qilsa, u qancha ishlaydi shunday desa? 5 rubligida 10000 rubl pul ishlaydi. 2000 ta pik qilsa. Bunisida уже 9500 rubl pul ishlaydi. Bunisida 2000 tadan ham ko'p qiladi bu yerda, shtuchli tovarlarda bu yerda. Короче, kamida 5000 rubl pul ishlaydi. Kamida 5000 rubl ishdan kunda aylantiradi. Harakatiga bog'liq. Mana yangi kelganlar bo'ladi, bularga 15 kun stajyorskiy degan bo'ladi. Har bir stajyorskiy deniga bu yerda ob'yemga ishlanmaydi, lekin 3100 dan stajyorskiy deniga pul to'lanadi. Chunki u odam kelganda ishda o'rganish kerak birinchi o'rinda. Qisqasi shu yerga kelib adaptatsiya qilib olgancha shu 15 kun 3100 dan pul to'lanadi. Bu yerga keladi, shu 15 kun davomida adaptatsiya qilgancha shu 3100 dan pul oladi va o'rganish kerak baribir ishni boshida. Keyinchalik haligi nima tushunmay ishda bir narsalar bo'lib yotmasligi uchun. Chunki 15 kundan keyin ob'yemga o'tadi-da, уже stajyorskiy pul to'lanmaydi. Har shu ob'yemga o'tguncha kuniga 3100 rubldan to'lanadi. 3100 rubldan pul to'lanadi. Shu ob'yemga o'tguncha. Ishga kelib ob'yemga o'rganib olganlaringiz, aka-ukalarimiz 3100 rubldan kunlaringizga yozilib boriladi. Bu degani 15 kunga bilasizlar, pashli 20 ming taga borib qoladi. 48 ming pul ishlaysizlar. Keyin ob'yemga chiqib, shu akamiz aytayotgan narxlarda piklar urib ishlashlaringiz mumkin. Bu yerda bilan ishlayotgan ob'yemchi akalarimizdan sizlarga yana biz tushuntirib boramiz. Bu yerda Общежит 9000 rubl, registratsiya ham platni, adashmasam. Registratsiyasi mana yotoqxonamiz 9000 rubl, har 15 kunda 4500 rubldan yechib qoladi oyligimizdan. Registratsiyamiz bir oyiga 1700 rubldan. Pullik registratsiyamiz ham mana shu yotoqxonaning o'ziga qilinadi. Haligi bazadan chiqmadi, u bu degan narsa gap yo'q. 100% ana shu yotgan joyimizga через FMS orqali qilinadi. Hech qanday haligi bo'lmaydi. Abit besplatni. Abit besplatni, первый, второй. Qorin to'yadi, yaxshi issiq ovqat. Videosini ko'rlaringiz, Abitni ham YouTube'dan ko'rsatib bordik boshida. Yana qanday uslub? Bu yerda nima bitta yaxshi tarafi, mana odamga bo'lgan muomala yaxshi. Hammaga. Boyagidek haligi millat ajratish yo'q bu yerda. Sen tojik, sen o'zbek yo'q, hamma bir xil o'rinda. Ana shu siz boyagi ovqatlangan joyda, mana shu yerda boshliqlar ham kirib ovqatlanadi, xuddi shu ovqat deydi.
hech kimni ustiga unaqa degan gap bo'lmaydi. Hamma o'zini ishi bilan ovora. Keyin hech kim bu yerda haliga mana perikur vaqtini belgilab qo'ymagan, hali qilmagan. Chunki bu yerda hamma o'zi uchun ishlaydi-da ob'yomga. Chiqadi. Kerakli vaqtda dam olgisi kelgan paytda chiqdi, perikurni qildi, boshqa qildi, damini oldi, dalshi ishini qilaveradi. Xohlagan payt perikurga chiqib kelaveradi. Hech kim boshida turmaydi bu yerda. Boshlaringizda hech kim turmaydi. Oramizda shu perikur qiladigan akalarimiz juda ko'p, sigaret chekadiganlar, yo bo'lmasa charchab qolib tashqari havo almashtirib kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol borib damingizni olib kelib yana ishlashlaringiz mumkin. Shuni Ilhom akamiz tushuntirib o'tdi. Video davomida ko'ringizlar. Endi bu akalarimizga so'z navbatlarini beramiz. Qancha pul to'layapti, ob'yom qanday bo'lyapti, ko'rsatib boramiz. Ilhom aka, rahmat. Unda sizga ishlaringizdan bir so'rak, aytgan gaplaringiz rostmi, yolg'onmi o'zi bilamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qayerdan bo'lasiz aka? Andijondan. Ismingiz nima? Ismim O'tkir. O'tkir aka. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda aka? Men bu yerga kelganimga bir hafta bo'ldi. Bu yerga kelganmisiz? Ha, hozir stajyor o'rganyapman. Abimga 3100 rubldan ketyapti. kuniga 3100 rubldan ishlayapman. Hozirda o'rtacha 700 ta 800 ta terishni o'rgandim bir haftaning ichida. Bir haftaning ichida. Bir haftaning ichida. Siz yana bir haftaning ichida menga chiqib olsangiz-ki, abimga chiqasiz, to'g'rimi? Bemalol 1400 1500 ta tersa bo'lar ekan. Bir kishi o'ynab turib. Bir kishi o'ynab turib tersa bo'ladi. Hamma sharoitlar yaxshi. Yotoqxona top-toza. Obed ikkita ovqat, salat, kompot, hamma narsa bor. Besplatno abi. Hamma narsa bepul. Men yana bir nimani so'rash esimdan chiqdi. Bu yer turgan joyimiz +5 gradus adashmasam. +5, +6, qish, yoz doimiy skladda shunday bo'lib turadi. +5, +6. Issiq joylaringiz ham bormi? Issiq joy ham bor. Men aytdim-ku, 5 rubllik joy dedim. U yerda katta sal nima tovarlar anasi hajmi kattaroq, shuni hisobiga u yerda haliga ko'proq saqlanadigan tovarlar bo'ladi. U yerda harorat 15-18 gradus yerda doimiy harorat. 15-18 gradus yozning kunida bahorda bo'lib turadi. Da, shunday. Shu bizni kuzatib turgan akalarimizga nima deb qolasiz aka, ish izlab yurganlarga? Mana ish izlab yurganlar tayyor joy, yotoqxona, tayyor ovqat, hamma sharoitlar bor. Bemalol kelib ishlasa bo'ladi. Kamida kuniga 5000-6000 rubldan tushirsa bo'ladi. ABMga ishlar. Ba'zi bu akamiz 3100 rubldan ketyapti. 15 kundan keyin nasib bo'lsa inshaalloh ABMga chiqadi. Oylik olayotganlarni ham kelib ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, rahmat unda sizga. Ishlarga omad, charchamang aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdan bo'lasiz aka? Andijondan. Andijondanmisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Men 4 oydan beri ishlayapman. 4 oydan beri ishlayapsiz. Qanday bo'lyapti ishlar? Shu aytilgan uslubiy sharoitlar emas, shu aytilgandaymi? Ha, shunday aytilganda, hozir bu yerda men yukda ishlayman, asosan yuk degan joyda 3 rubldan to'lash tushlik bo'ladi. U yerda ob'yom nimasi tovarlar yengil, kichkina bo'ladi. Bu yerda hozir bir kunda ob'yomga 1700 tadan 2500 tagacha urarsa bo'ladi. Bu degani siz bir o'zingiz qancha qilyapsiz? men o'zim kuniga 2000, sredniy 2000. Sredniy 2000 ga pek qilyapsiz. Qanchadan dedingiz? 3 rubldan. 3 rubldan. Bir kunda 6000, 5500, 6000 ishlayapsiz. 6000 bor. Bir oyda 150, 160 ming bor. Hozir 130, 140 TL'smi uyga? Rasxodlardan tashqari? Ha, uyga 140. Har oy. Shu skladda ishlayman. Ha, shu skladda. Siz ishlayotgan joyning pagodasi qanday? Biz ishlayotgan joydagi +5 gradus. Plus mana shu yerda pagodasi nima qilaman? Buni aka-ukalarimiz, buni shu akamiz shu yerda ishlab yurgan akalarimizdan bittasi bo'ladi ekan. Buni avval videomizga chiqmagan narsa ko'rsatyapmiz. 1000 ta maksimal uradigan bir kunda pek bu degani 5500, 6000 rubl, 1800 ta 2000 ta qilib yuribdi. 5500, 6000 rubl ishlayapti 3 rubldan. Donasiga 3 rubl, kapika 3 rubldan, ha? 3 rubldan har bir korobkaga beryapti ekan. Hisoblab ko'rsalaringiz shu pullar chiqib keladi. Bunda yana kuzatishda davom etingizlar. Eng qiziq joylarga kelyapmiz. Stroygada tashqarida ishlab, shuncha oylikka ishlab yurgan bolalar bor, buncha tayinlanma kidalov yurgan bolalar bor. Shunday joylarga, ishonch joylarga aka-ukalarimizni tavsiya etib qolaman. Yana bu yerda qanday uslovlar? Bu yerda uslovi unaqa oshchi uslovgasi shu akkuratni ishlash kerak. Akkuratni ishlash kerak. Yotoq joy beradi, oylikdan ishlaydimi? Ha, yotoq joyni beradi, habshagasi bor. Registratsiyasi bor, registratsiyasi konkretniy bo'ladi. Hamma joyda bazasidan chiqadigan registratsiya bo'ladi. Shu patentga yordam berishadi menejerlar. Hamma u tomonlama, dokument tomonlama muammo bo'lmaydi. Faqat ishlaydigan bolalar bo'lsa, patentdan ishlash kerak qabul qiladi. Moskva patent bilan qabul qilinaveradi. 15 kun stajyorskiyda yuradi. 3100 rubldan kuniga to'laydi. 15 kun ish o'rganguncha. Ish o'rgangandan keyin 15 kunda уже
Bu yerda dokumentlari ham tayyor bo'ladi, объемga o'tib ketaveradi. Gavbek aka, rahmat unda sizga, ishlarga omad, charchamang. Endi bu akamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ismingiz nima edi sizning? Shohruh. Shohruh aka, adashmasam sizni chiqarganman oylik og'amizda. Albatta. Qanday bo'lyapti akamiz? Oylik og'ani chiqarganidan 1 oydan o'tib ketdi adashmasam. Hozir ish jarayonini ham ko'rsatyapmiz, ishlab yurgan paytini. Qanday bo'lyapti ishlaringiz? Yaxshi bo'lyapti? İşler doimida yaxshi ishlab yuribmiz. Qayerdan edingiz siz? Farg'onadan. Farg'onadansiz. Necha yoshda? 36 yoshda. 36 yoshda. Nechinchi yilsiz? 88. 88-yilmisiz? 98larda ko'rinasiz aka. Gap yo'q. Shu bir kunda necha mingta pik qilyapsiz? Yani bizni nimamiz asosiy naryoqda denimni skillatda hatto og'riq nimalar bor. Endi yaxshi ishlasa bo'ladi. Shu 1200 ming sredniy uryapmiz. Aha. Bu qanchadan narxi piklar? 4,5 rubldan. 4,5 rubl. Shunda esa bir kunda qancha pul ishlayapsiz? O'sha 5 ming, 5,5 ming shunaqa pul ishlanadi. Shu oxirgi payt oylik olganingizda 15 kunga qancha oylik oldingiz? 82 ming so'm oldik. Bizga bonus yaxshi yopganimiz uchun, korobkani yaxshi rezultat bo'lgani uchun firma bizni o'sha yotoq joylarimizni, boshqa nimalarimizni bonus sifatida to'lab berdi. To'lab berdi. Shunday. Yaxshi ishlaganingiz uchun yotoq joyda registratsiyani bonus sifatida besplatni qilib berdi va undan tashqari 15 kunga siz 82 ming rubl pul ishladingiz. Shunday. Qo'yil, gap yo'q. Akamizga omadlar tilab qolamiz. Barakasini bersin aka. Shu bizda shunday qo'lda hunar bor, g'ayratchan bizni kuzatib turgan, ish izlab yurgan akalarimiz bo'lsa, kuzatib turganlar bo'lsa, shularga nima deb qolasiz? Albatta kelib ko'rishsin, ishlasin, yaxshi bo'lgani uchun biz ishlab yuribmiz. O'zimizni yaqinlarini ham chaqiryapmiz, chunki o'ylash mumkin-da, nimaga o'zini yaqinlarini chaqirmaydi. Mana ikkita jiyanimiz keldi, o'zi ishlashni boshlab, o'zi rezultatlari o'sib boryapti. Kundan kunga o'sib boryapti O'sib rezultatlar. boryapti. Rahmat aka, gap yo'q. Nasib bo'lsa, g'ayrat qilingizlar, shu yerda turing, ketib qolmang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, siz zo'rmisiz? Siz qayerdan bo'lasiz? Qirg'izistondan bo'laman. Qirg'iziston qayerdan? Batken. Batkendan bo'lasizmi? Grajdan Qirg'iziston. Grajan Qirg'iziston. Qancha vaqt bo'ldi berek kelganingizga? 1,5 oy oldu. 1,5 oy. Oylikka chiqdingizmi? Oylikqa chiqqanman. Shu Ilhom akalarda ishlayapsizlarmi? Shular birgayiz. Brigada bitta. Shu haqiqatdan ham vaqtida berib kelyapti pullarni, yotoq joylariga 9 ming ishlaydi dedi, shu gaplar rostmi? Bordi biroz, 15 kunda kelib oylik bo'ladi, 15 kunda 4,5 ming jata qolib qoladi. Yaxshi ishlasang bonus qatori besplatniy bo'ladi. Tushunarli. Siz qancha pek qilyapsiz bu? Kuniga sredniy 900 ming, 1200 gacha ichib o'tadi. 900 dan 1000 ta 1200. Kamida 800 bo'ladi. Kamida 800. Puliga hisoblasa qancha bo'ladi aqchasi? 400, 4,5 ming, 4 mingdan oshib qoladi. 4,5 ming, 4 ming rubl ishlayapsiz bir kunda. Kunda hozirda 4 ming bo'ldi. Shu bizni kuzatib turgan aka-ukalarimiz, O'zbekiston, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik akalarimiz, shularga nima deb qolasiz ish izlab yurganlar? Barda shu joyga chaqiraman, kelib ko'rib, ishlab har bir odamning shu mehnatga qanday mehnat qilsa, o'sha mehnatga yarasha bu yerda hech qanday maxinatsiya hech narsa yo'q. Qancha mehnat qilsang, o'shanga yarasha pul aqcha olasan. Ishlasang pul olasan, ishlasang ishlik olmaysan shu. Ismingiz nima sizning? Men atim Ixtiyor. Ixtiyor aka. Gap yo'q. Rahmat Ixtiyor aka. Charchaman. Aka-ukalarimiz buni Ixtiyor akamiz Qirg'izistondan ekan, bu akamiz Andijondan nima dedingiz? Siz Shahronga Farg'onadan. Ilhom akamiz o'zi Samarqanddan Ilhom aka. Mana shu yerda qirg'iz akalarimiz, o'zbek akalarimiz ishlab yuribdi. Ishga kelishlaringizni tavsiya etib qolaman. Sizlarga biz video davomida hammasini ko'rsatib keldik. Qanchadan qancha oylik olyapti, 15 kun vaziyatlar qanday hammasini ko'rsatib bordik. Ilhom akamiz yana bir ikki oz gaplar bo'lsa, akamiz yana gapirib o'tadi. Ilhom aka, gaplaringizni. Mana bu yerga kelganda bolalarga, mana yangi kelganlarga ko'pinchalik mana pul muammosi bo'ladi. Dokument qilish kerak, registratsiya qilish kerak. Qarash pul kerak bo'ladi. Liboy kelgan, boshida kelgan odamlarga ularga yordam qilamiz biz pulni, dokumentiga, registratsiyasiga, boshqaliklari bo'ladi, hammasiga yordam qilamiz. Faqat ishlaydigan odam kerak. Ishlasa mana pul bor. Puldan aldav yo'q. Pul vaqtida beriladi. Uydan premya o'chib kelganlar kutib olishga joylashtiramiz. Xuddi shunday kelib, aeroportdan ham olib kelamiz kerak bo'lsa. Uydan keldi, bizga kelishidan oldin biletini tashlab, faqat shu aeroportga shu vaqtga yetib boraman desa, olib kelamiz, birdan yotoqxonaga joylashtirib, registratsiyasini qilib, birdan ishga joylashtiramiz. Boshqa gap so'zlar yo'qmi? Hammasini aytib o'tdim. Kesin hamma mana ishlayman deganlar kesin, пожалуйста. Men ham vaqtida men ham o'zim ham xuddi shunday mana shu yerda oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. Shu sekin hamma narsasi yaxshi bo'lib ketadi. Erishlansiz darajaga. Bo'ldi, ana shunday bo'ldi, sekin. Alloh har kimning omadini bersin aka-ukalarimiz. Bu darajaga chiqish ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Necha yil davomida bu akalarimiz o'zining mehnatini ko'rsatib, ishini, jarayonlarini ko'rsatib kelib, bugungi kunda brigadir bo'lib, odam ishlatib, ish yurityapti. Ishga kelishlaringizni tavsiya etib qolaman.
Faqat erkak kishilar ishga qabul qiladi 18 yoshdan erkak. 45 yoshgacha. Ha, 18 yoshdan 45 yoshgacha faqat erkaklar. Ayollar umuman hali bezovta qilmagani yaxshi. Iloji yo'q, ayollarga ishi yo'q chunki bu yerda. Faqat erkaklar uchun, ha? Ha, faqat erkaklar uchun. Ayol kishilarga beri ishga qabul qilmaydi. Biz ayol kishilarga adilni videorolik ishlar chiqaramiz. Sizlar kuzatishda davom etingizlar. Aka, unda xayrlashib qolamiz. Ishlaringizga omad, charchamangizlar, g'ayratingizlar aka. Rahmat sizlarga. Kattakon. Faqat like, podдержка sizlardan Hasanjon Gaziga bosib kommentariy yozib qo'yingizlar.